Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan Velizevo halqasi, ya'ni bosh miya yarimsharlari arteriya halqalari, lotin tilida circulus anterior cerebri deb nomlanadi. Shu to'g'risida sizlar bilan suhbat olib boramiz. Velizevo halqasi miya qon bilan ta'minotining karotid va vertebrobazilar tizimlari o'rtasidagi eng doimiy muhim bog'lovchi bo'g'indir. Klassik tuzilishida bu doira asosan ko'p burchakli hisoblanadi. Ichki karotid arteriyalarining distal qismlaridan, ularning shoxlarini proksimal qismlaridan, bosh miya o'rta va oldingi bog'lov arteriyalaridan, shuningdek orqa miya arteriyalari va orqa bog'lov arteriyalarining qismlaridan iborat bo'lib, uning orqa miya arteriyalarining proksimal qismlarini ichki karotid arteriyalari bilan bog'laydi. Bosh miya arterial doirasining bu sxemasi 50-80% hollarda sodir bo'ladi. Bu 1979-yili Belenkaya degan olim tomonidan tasdiqlangan. Bosh miyaning juftli oldingi, o'rta va orqa arteriyalari, oldingi varsinkasimon arteriyasi va ularning ko'plab shoxlari oraliq miya va miya yarimsharlarini qon bilan ta'minlaydi. Bosh miya oldingi arteriyasi, yuqorida aytib o'tgan arteriyalar, bu bosh miya oldingi arteriyalar qisqa, juftlashmagan oldingi aloqa arteriyasi orqali bog'lanadi. Keyin bosh miya oldingi arteriyasining har biri mozolistый telo deb aytamiz, ya'ni qadoqsimon tana o'rab oladigan va yarim sharlarning medial yuzasida katta yoy hosil qiladi. Keyin arteriya yuqoriga qarab yo'naladi va tepa ensa egatlar orqali qismlarida tugaydi. O'z yo'nalishi bo'ylab tarmoqlar beradi. Asosiylari oldingi medial markaziy, qisqa va uzun markaziy. Oldingi medial markaziy perikallos, medial peshona bazal, qadoqli qirrali va paracentral preklinik va peshona ensa arteriyalari orqali qon bilan ta'minlaydi.